2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinganligi esa yana bir bor yangi O'zbekistonda inson va uning qadri islohotlar markazida turganligini barchaga namoyon etdi. Bugungi kunda jamiyatimizda turli xil fikr va qarashlar bo'lishi bu albatta tabiiy. Bu demokratiyaning birlamchi talabi, ammo millati, tili va dinidan qat'iy nazar 38 millionli el yurtimizning birlashtiradigan ulug' bir g'oya bor. U ham bo'lsa vatan manfaati, xalqimiz manfaatidir. Mana shunday buyuk maqsadga erishishda mahalla tizimining o'rni va ta'siri albatta beqiyos. Chunki mahalla tinch va ahil bo'lsa, jamiyatimiz tinch va hamjihat bo'ladi.